Dahshat! Koreyadagi o'zbeklar bir-birini sotmoqda. Nozima ishi yopilishi arafasidagi dahshatli janjal. Hurmatli kuzatuvchilar, bugungi dasturimizda internet tarmoqlarini larzaga solayotgan va ko'pchilikning hafsalasini pir qilayotgan o'ta muhim va bahsli voqeani e'tiboringizga havola qilamiz. Koreyada fojiali tarzda vafot etgan hamyurtimiz Nozimaning ishi yakunlanishi va sudning so'nggi nuqtani qo'yishi kutilayotgan bir paytda Koreyadagi ba'zi vatandoshlarimiz o'rtasida kutilmagan va sharmandali tortishuvlar kelib chiqdi. Ushbu tezkor videoda quyidagi shok tafsilotlarini ko'rib chiqamiz. Musofirlarga nima bo'lyapti? Nega Koreyadagi o'zbeklar bir-birini qo'llab-quvvatlash o'rniga bir-birini sotmoqda va suvdan quruq chiqishga urinmoqda? Ish yopilyaptimi? Nozimaning o'limi bo'yicha olib borayotgan tergov va sud ishlari haqiqatdan ham tugashiga bir qadam qoldimi? Asl aybdorlar jazosiz qolib ketmaydimi? Asl basharalar Nozimaning fojiasidan foydalanib, o'zining manfaatini o'ylayotgan kimsalarning asl yuzi qanday ochildi? Bu voqealar hech kimni befarq qoldirmaydi. Asl haqiqatni bilish va voqealarning keyingi rivojlanishini kuzatish uchun videoni o'tkazib yubormay oxirigacha ko'ring. Muhim eslatma: videodagi ma'lumotlar, iddaolar va janjal tafsilotlari ijtimoiy tarmoqlardagi ochiq muhokamalar asosida tayyorlandi. Kanalimiz voqealarga yakuniy huquqiy baho bermaydi, balki jamoatchilik e'tiborini dolzarb muammolarga qaratadi. Dahshat yangiliklari kanaliga obuna bo'lishni unutmang. O'zbekda o'zbek xor qiladi degandek bu videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga hozir eng pastkash va noinsof o'zbeklar haqida aytib beraman, ayniqsa Koreyada. Menimcha butun dunyoda bunaqa noinsof o'zbeklar bo'lsa kerak. Boshqa millatlarda lekin bunaqasini ko'rmadim. Lekin o'zbeklar bilan ishlayotganimda bitta narsani tushunib yetdim. Yaxshi gapirsangiz yaxshilikni tushunmaydi, qo'pol gapirsangiz kibrga yoyishadi. Xo'p, birinchisi, siz bitta brendni olasiz, u brendga siz butun umringizni bag'ishlaysiz, 5 ming, 10 ming dollarlab pul sarflaysiz, u tovarni ko'tarasiz va odam qilganingizdan keyin bitta juda ham muslima, aqlli ayol keladilarda, siz butun Osiyoga yopib qo'ygan tovaringizni Afrikaga deb olib chiqib ketadi. O'zbekistonga boradida 4 barobar sizdan arzonga sotishni boshlaydi. Siz uxlamasdan bolangizni tashlab ketgan kunlaringiz, kasal bo'lganingizda ishlaganingiz, pulingiz hammasiga bir tiyin. Ikkinchi masala. Siz o'zbeklar qiynalgan paytida pul berasiz. Ular qiyin paytida podдержка qilasiz. Ular bo'lsa sizni pulingizni berish tugul umraga borib maza qilib ziyorat qilib keladilar. Sizni SMS-ingizga ham javob berishmaydi. Har kuni lafz berishadi. Ertaga beraman, indinga beraman, qasam ichaman beraman, Allohga qasam ichaman beraman. Lekin qo'lingiz bilan bergan pulingizni dash oyog'ingiz bilan yugurib ham ola olmaysiz. Buni ham bizni o'zbeklar qilishadi. Uchinchi masala. O'zbeklarimiz nimagadir halol, harom deganimizda kiyinishimizga-yu e'tibor berishadi, lekin sotayotgan narsasiga e'tibor berishmaydi. Tarkibida harom narsa bor. Tvejikuga, ya'ni cho'chqa bor, siz buni odamlarga sotyapsiz, ular bo'lsa yeyishyapti deganingizda sizni prosta ignor qilishadi, bloklab qo'yishadi. Buni ham bizni o'zbeklarimiz qilishadi. To'g'risini aytsam, bunaqa o'zbeklarda juda ham ko'pini ko'rdim va bitta narsani tushundim. Ishoning, siz bir umr yashamaysiz va bir kun siz ham o'lasiz. Eng yomonini aytaymi? Siz qilayotgan har bir harom ishlaringiz uchun balki o'zingiz emas, polis to'lashi mumkin badalini. Shuning uchun hammamiz halol yashaylik, yaxshi yashaylik, kelishib yashaylik. Bugun kars kelib menga bilasizmi nima dedi? Nimaga o'zbeklar bir-birining go'shtini yeydi? Sen butun dunyoga emas, faqatgina O'rta Osiyoga yopib qo'ygan bo'lsang, bu iminni o'zbek kelib turib, boshqa davlatga deb olib chiqib ketdi, tovarni O'zbekistonga tarqatib bordi. Endi nima qilasan deganda, bilasizmi nima dedim? Men qo'limdagi tovarni barini suv tekinga qilib sotib beraman dedim. Sababi men ketgan mehnatimga achinmadim. Bizni o'zbeklarimiz shunaqa bir-birini ustidan qilayotgan ishlarini eshitib juda ham xafa bo'ldim. O'zbekligimdan xafa bo'ldim. Hammamiz halol yashaylik. Men to'g'risi yig'lagim keldi. Bu pastdagi rasmni ko'rib hozir ashu xursand bo'lib ketdim to'g'risi. Hamma adolat deydi, adolat qaror topishgan, ba'zi bir qo'sh tirnoqning ichidagi qutqaruvchi akalar, opalar, so'ppani kiyib olib u qiladi, bu qiladi, mashinnik bu deb oilasigacha aralashgan odamlar endi hammanglar bitta chiqib turib uzr so'rashishni bir vaqti keldimikan? Yo faqat hozirgacha ham negativlik qilaverasizlarmi? Endi bundan buyog'iga yana o'sha odamga ishonib turib agar fikrlaydigan bo'lsanglar, propagandani ichida qolib ketibsizlar sizlar. Hozir narsani bu rasmni hozir ko'rdim. Shuning uchun siz hatto o'zida videoda olib qo'yyapmiz. Aka, biz siz tarafdamiz avaz aka, joningiz sog' bo'lsin aka. Yordam berishdan charchamang. It xuraveradi, karvon o'taveradi aka. Yo'q, o'sha kun endi og'izgacha eshitding-da, u yoqda keyin shunaqa men Sherzod tezda kelib o'tirmang aka dedi. Bo'ldi, ketyapti dedi. Bo'pti dedim. Keyin Sherzod oradan bir ozroq vaqt o'tgach keldi uyimga.
keldi dagin aka dedi, voy bu dedi bekor Avaz akani chaqirib biz Avaz aka yerdan olib osmondan olib yerga urdi, shunaqangi video qilib tashladi. Erta agar u video chiqsa vaqti hamma tomon sharmanda qilib tashlaydi dedi. Men Avaz aka bilan tortishib qo'yganman, hali endi u yoqni eshitingda. Buni qaranglar. Yomon qiynayapsizlar bor-ku. Ketaman. Hali 1-2 oy qol sabr qilib turinglar, mayli. Mana shu narsa kerakmi hammaga? Bitta odamning yuragini siqib yordam berayotgan bo'lsa odamlarga, Koreya Comeback degan profilni egasi va Samat aka degan odam bor. Insof bilan ish qiling aka. Insof bilan. Bu odam qilayotgan bo'lsa o'zbeklarga qilyapti aka. Qozog'istonlarga yordam berayotgan bo'lsangiz, yordamingizni berib yuravering. Biz o'zbeklar ishga aralashmaysiz. Nima keragi bor u o'lgan odamni unaqa kavlashtirib sizga? Kavlayapsiz, hidi chiqib kelyapti. Xolos endi o'lgan odamning qurti bilan hidlari chiqib kelyapti, xolos. Bo'ladigan ishni qiling aka. Erkakga yarashadigan narsa emas bu.